Yaqinlashtirib ko'rsatinglar. Mana bugun bizni qo'limizga Delta 1822 kilovatli invertor remontga keldi. Hozir buni aybini nima ekanligini ko'ramiz. Biz buni tekshirishimiz uchun maxsus lokatordan foydalanamiz. Biz hozir kirishini ko'ryapmiz. Kirishlari sog'lom. Chunki hammasi o'zaro bir xil grafik ko'rsatyapti. Endi chiqishini ko'ryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, uchalasi o'zaro har xil. Mana bu sog'lom invertor, GMT CNT, GMT kompaniyasiniki. Mana chiqishi hammasi bir xil. Kirishlari ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Siz oxirigacha olib. Xo'p, endi biz buni yechamiz. Buni moduli kuygan. Chunki moduldan keladi bu chiqishi. Modulda chiqish barasidan to'g'ri keladi. Shu uchun grafiklarimiz har xil ko'rsatgan. Hozir ochib ko'ramiz shu modulda. Buni katta ehtimol opto paralari ham ketgan. Ularni almashtirib remont qilib beramiz. Mana bu sipu platasi. Bu sipu platasi shu asosiy platasi hisoblanadi. Chunki bu sipu platasi shu pastdagi silovoy platasiga komanda beradi. IGBT tranzistorlarni ochish orqali gersini 0 dan 400 gersgacha o'zgartira oladi. Mana bu terminal platasi, o'sha kirishlari, komanda start, stop, bashinli kranlar uchun скоростной rejimlari ham shu terminal platasiga ulanadi. Mana kondensator platasiga ham keldik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kondensatorlari bitta ikkitasi ishdan chiqqan. Ishgan. Shu ikkalasi. Bularni almashtiramiz. Mana silovoy platasiga ham keldik. Hop, yechishni boshlaymiz bu platani ham. Yaqinlashtirib. Optosimi? Optosi portlab ketgan. Moduli ham ketgan o'g'li. Hozir tursangiz modulini so'kib, ichini ochib beraman. Ichini ol. Buni modulini ham yechishni boshladik. Ko'ryapsizmi? Yaqinlashtirib ko'rsatinglar. Bo'ldi. To'g'risi.